2003-yilgi 1.4 объемda Getz 1 keldi. Akalar, mashina tikka sostoyanida, stalnoy sveta, laboylarda siniqlar yo'q ekan. Motor, xadovka, korobkalari yaxshi deyapti egasini aytish bo'yicha. Orqa oldi puton kuzovida ham qilinadigan ishlar yo'q. Korobka mexanika, gidravlika, konditsionerlari ishlaydi, chexollarni kiygizib qo'ygan. Bunda ham Yevopoliklar solingan. Akalar, mashinani orqa tarafdan, orqa salonini ham bitta ochib ko'rsataylik-da. Orqa taraflari ham toza holatda turibdi akalar. Orqa taraflari ham toza, yaxshi holatda, chisti. Chexollar kiygizilgan, hamma yo'q yaxshi holatda. Aybi orqa kapotida mana bu joyi endi bukilib qolibdi. Mana shu yerda xolos shu aybi, boshqa aybi yo'q. Bemalol maqtaverasiz. Rasxod, pasport tutayotgan joylari yo'q mashinani, deyapti egasi. Endi akalar, buni puliga keladigan bo'lsak, egasi sizga arzon qo'yib qo'ysak, boshimiz andaq qo'radi. Undan ko'ra senasi arzonligini o'zim aytay deb turib olyapti. Aka, bitta senani aytib qo'ymasam bo'lmaydi desam ham unamayapti. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Bir qiziqqanlar bo'lsa, bemalol akaga aloqaga chiqib, pullarini surishtirib, kam ko'zlarini yoki bo'lmasa bir variant yo'llari bo'lsa gaplashaveramiz akalar. Rahmat.